Assalamu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bog'at aka uka avtosavdo kanalimiz podpischiklari. Bugun 8-avgust 2026 yil navbatdagi savdomiz Nexia bir avtomobilimiz bo'ldi. 97-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina absolut rodnoy, metan gaz yumshoq balon chexol polik hamma ish tayyor edi. Zo'r holatli avtomobilimiz bahosi naqd pul 24 million so'm pul oldu. 50 kaladan Adilbek akamiz xarid qildi. Lag'a tabriklaymiz. Aytavering televizor ko'rsatib. Tavsiye etamiz, gelaverasiz aka-ukalardan yine podpischiimizlar ko'p geldi shu yerni. Bag'at aka-ukalarmi bu? Ha. Gelaveringlar shu yerga. Tavsiye etamiz. To'ylar yaxshi yuradi. Mashina ichiga ekan, ko'nglingiz yoqdimi? Görüşleringiz mümkün. Satkan avtomobilimiz absolut rodnoy. 4 paket yumshoq balon, metan, polik chexol hamma ish taq. Mashina yurgani 157 ming kilometr ekan do'stlar. Gelaversa shuning chiroyli narxlarda zo'r holatli tayyor avtomobillar kerak bo'lsa, bemalol o'zlarimizga murojaat qilaveringlar. Chiroyli narxlarda taxlab beramiz. Kutamiz 24 soat xizmatdamiz. Sizlar ham shuningdek sotiladigan mashinalar bo'lsa kelinglar bemalol. Kelishsak naqd pul o'zlarimiz olamiz, yo bo'lmasam sotib berish variantlarimiz ham bor. Rahmat.